Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Qudratulloh kanalining qadrli va hurmatli obunachilari, xudo xolasa Andijonliklar uchun va vodiyliklar uchun bugun skuterlarda optim joyini topdik. Bir qator sizlarga kirib, obzor qilib narxlarni yoritib beramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Assalomu alaykum hormaylar. Aka, assalomu alaykum, salomatmisiz? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Aka, Qudratulloh o'z obunachilariga bir qator ma'lumot berasiz endi aka narxlar bo'yicha. Eng arzoni qanaqa bo'ladi aka? Eng arzoni aka $350 dan. $350 ga qanaqalari bor? Bular aka. Eng arzonichimi? Ha. 5 ta akkumulyatorlik. 5 ta akkumulyatorlik. To'liq zaryadka bilan 50-60 km masofani bosib o'tadi. 50 bitta to'ldir zaryadka bilan 50-60 km yuradi. Ha. Aka qanchaga to'ladi endi? Bu sharoitda 220 da. Rasxoti 2000 so'm. 2000 so'm. 50 kilometrga примерно 2000 so'm. 2000 so'mga boradi. Ha, to'g'ri. Azor ekanda. Eng qimmat qaysi aka? Eng qimmatli tank modellarimiz bor aka. Bu qatordagilarimizdan bor $1000 dan. 6 akkumulyatorlik 70-80 km yuradi. Bo'lmasa bir chekkadan obzor qilib beringlar aka, eshikni tagidan boshlama. Bular qanchadan aka? Bular elektri bor aka. Harbiy direksiyadan. Bularning narxi $4,500. $4,500. Ha, hali mototsikl degani shular, ha? Ha, elektrli. Elektrlik. Benzin quyilmaydi? Yo'q, benzin yurmaydi. Benzin yurmaydi. 150 km masofani bosib o'tadi. Shu uchosi $4,500 dan, ha? Bu ikkalasi bir xil. Ha, ikkosi bir xil. Bu 3,5 bular. Bu 3,5 ikkosi. Ha. Bunisi-chi? Bularning narxi $950. $950. Bular aka qanchada zaryad to'ladi? 6 soat, 7 soat, 220 tiniq keladigan holat bo'lsa. 6 soat, 7 soat, 220 tekis kelib tursa 6 soat, 7 soatda. Endi qancha yuradi bular aka? 150 km masofani bosib o'tadi. 150 km masofani nechigacha chiqadi eng baland tezligi? Bularimizniki 5 kilovatlik 180. 180. 180 ga chiqadi bittasi. O'ta zo'r ekan lekin qiziqqanlar bo'lsa mana hobbiga olsanglar bo'ladi. Ha, bunisi qancha aka? Bularimiz $700. 6 ta akkumulyatorlik. $700, 6 ta akkumulyatorli. $700 ga mana bu ham bor ekan. Otaxonlarga olib berasizlar, masjidgacha qatnaganda juda zo'r narsa ekanda. Skuterlar. Bunisi qancha aka? Bunisi ham stralli ekan anchagina. Hozir ko'rganingiz bilan bir xil, $4,5 Bu ham 4,5. Ha, bu yoq olingan variant ekanda. Balonni qarang, orqasi katta, oldi kichkina ekan. Juda zo'r ekan, qiziqqanlar bo'lsa. Hop, bunisi ham bir xilmi aka? 3,5. Bu 3,5. Rabotchimi bu? Zo'r, menga Mayt sal qirilgan ekan. qanaqada keladi, konteynerda keladi. Tushayotgan ishini qo'ying. Ha, faqat yangi ekanda? Bo'ldi. Endi aka sal hamyonbop $500 atrofidagilarni ko'rsatasizmi? Shularimiz bor. Bular qanchadan? $500 dan 6 ta akkumulyatorlik. 6 ta akkumulyatorlik. 80 km masofani bosib o'tadi. Ha, bular qancha aka? 500 dedingiz-a? Ha, yo'q, zaryad qanchaga to'ladi demoqchi edim. Bu ham 2000 so'm. 2000 so'm. Ha, Bir xilmi? Standart 7 soat, 6 soat to'ladi. 7 soat, 6 soatda to'ladi. Hali ana akkumulyatorida amper qancha bo'ladi aka bular? 60-20 amperlikdan 6 ta bo'ladi. 60 ga 20 amperlikdan 6 ta bo'ladi. 6 ta akkumulyator. Ha, bular qancha aka? Bular hozir ko'rganingiz bilan bir xil, $350 $350. dan. Haligi velosipedga o'xshaganlari shudan endi? Yo'q, bulardan tugab qoldi. Yo'qmi? Hop. Bu qancha aka? $400. $400. Qator mana buni ham chiroyliroq qilib yoritib beramiz. Bunisi qancha aka? Bu ham ancha chiroyli ekan. Ko'rganingiz bilan bir xil, $700. $700. Ha, bu yoqdagilar narxlari qanchadan aka? $1000. $1000 dan, ha? Ularni bir qator yoritib o'tamiz. Aka qarang, hozir bitta odamga qilib berish uchun noto'g'ri bo'ladi menimcha. Hamma odamga qilib bersak bo'ladimi bizni kanalimizdan kelganlarga? Hamma odamning kasbiga qo'shib berasizmi? Kanalingizdan keladi. Qaysi birini olsam, 350 mi, 1000 mi, 4000 mi, qizig'i yo'q. Keladigan bo'lsa, demoqchiman, keyingi safar o'zimi yoki zapchasiga keladimi, skuterga keladimi, 5% skidka narxdan qilib beramiz. Ha, keyingi safar olishga 5% narx tushadi. Ha. Ha, masalan, примерно $5000 bo'ladi, $10000 bo'lsa, $500 narx tushadi. Beramiz. Ha, endi $1000 bo'ladigan bo'lsa, $50 tushadi, shunaqami? Hozir eng qimmati shu $4,500 elektr banklarimiz bor. $4,500 eng qimmati. Arzoni $350. Eng arzoni $350.
Ha. Stabilniy $1000 dan ekanda, mana zo'rlari. Shunaqa, ha. Eng balanti mana shular 180 ga chiqar ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, kelinglar. Yo'qda ham bormi? Bularni obzor qilmoqmizlar. Bular qanchadan ekan? Bularni boshlagan narxi 2,5 ming. 2,5 ming. 2,5 ming. Maksimal tezligi 100 ga chiqadi. 100 ga chiqadi. Bularchi? Bularimiz 3 ming, 3,5 ming, 4,5 ming. 3 ming, 3,5 ming, 4,5 ming. Kelaverasizlar. Eng asosiysi manzilni, qator manzilni tushuntirib o'tamiz. Eski sobiq HBK, Limon ko'cha, 222 yo'li desanglar ham bo'laveradi. Akamizga aloqaga chiqsanglar, to'liq ma'lumotlarni yana bir qator o'zi ham beradi. Mana ma'lumot uchun Armada Motors. Kelaverasizlar mana. Ichkarida hamma mahsulotlar bor, o'zingizlar bir qator kirib, ko'ngillarga yoqqanini olaverasizlar. Eng asosiysi bitta, ikkita turmaydi-da bu yerda. Bet ofitsialniy shu skuterlar bilan, mototsikllar bilan shug'ullangan hisobiga hamma tovarlar bo'ladi. Bemalol kelib ko'rib, olib ketsanglar bo'laveradi. Agar kanaldan chiqdim, shu videodan deydigan bo'lsanglar, akamiz kattaroq chegirmalarni ham qilib beradi. Agar bu videodan bir manfaat topgan bo'lsanglar, xudo xolasa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni shu joygacha ko'rganlar, hammadan Alloh rozi bo'lsin. Charchamanglar.